Bilmadim, ko'nglimni yupatgay kimlar. Tog'larmi, toshlarmi, yo oqar suvlar, yoki kishanlardan bo'shalgan qullar, yoki sevilmasdan tashlangan tullar, yoki oydin tunda ko'zimni ochmay ko'klardan yupatqich yulduz axtaray, yoki tong chog'ida sabo yupatg'ay, yoki oydan tomgan vafosiz nurlar, yoki ko'z yoshidan yig'ilgan bir ko'l, bo'yida egilgan tolda bir bulbul sayrasa, yig'lasa ma'shuqasi gul, kulganda yupatgay ko'ldagi hurlar. Charchagan yo'lovchi yo'ldan adashsa, tekis yo'l qolsa-da tog'larni oshsa, yo'lni ko'rsatuvchi yulduzda qochsa, shunda yupatgaymi yalang'och cho'llar. Erkin dalalarning erkin sultoni, sensiz podalarning yolg'iz cho'poni, naychalib tog'lardan istasa yorni, balki yupatgusi yor degan kuylar. Turmushda, hayolda, har bir narsada yolg'iz aldanishni ko'rgan bir banda, borliqqa qarg'ishlar yog'dirgan tanda, balki yupatgusi u achchiq so'zlar. Dengizlar qaynasa, toshsa suvlari, kesilsa yo'lchining istak yo'llari, dengizga aylansa o'ng va so'llari, balki yupatg'usi xo'llangan ko'zlar. Ko'ngilda uyg'onsa yengil havaslar, uzilsa, buzilsa oltin qafaslar, birga ichishsalar bir to'da mastlar, balki yupatgaylar o'ynoqi qizlar. O'ylangan o'ylarga ko'ngil yupanmas, ko'ngilning istagi o'y bilan qolmas. Aytarlar butunda yorug' sham yonmas, chaqmasa gugurtni asl o'g'illar. Jadidlar Turkistonni ozod, obod va ilg'or ko'rishni istagandilar. Ushbu maqsadga yetishish yo'lida hatto qurbon bo'lishga ham tayyor edilar. Shunday bo'lgan ham zukko, kuyunchak va jafokash bobolarimiz orzulari ushalayotgan yangi O'zbekistonda ularning armon va dardlarini bilish, tuyish, endigi kunlarimiz qadriga yetish har birimizning kundalik burchimizga aylanmog'i kerak.